Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Demak, ikkinchi partiya tovarlarga taqdim etamiz. Bu yerda 60 litr va 80 litrlik dushlarimiz keldi. Xudo xolasa, Xitoydan Primoy zavoddan kelyapti. Agar optim ishlashmoqchi bo'lgan akalar, marhamat. Nimalarga yozib qo'ysa, kommentariyaga boshqaga. Endi keyin yaqinroq ko'rsatib berayim. Bu yerda dushlarimiz kelgan ahvolni ko'rsatib beramiz. Shunday anaqa usti pinoplast bilan qoplangan bo'lib keladi. Ya'ni sinishligi boshqasi juda ham hammasi e'tiborga olingan. Mana dushlarimiz ko'chada bo'ladi. Bu korobkalar orasining anaqa mochor bo'lib kelgani mana shunday ko'chada bo'ladi. Mana komplektlaridan anaqa nimalari bilan, ya'ni machalka deb qo'yarmanda shu. Hamma narsasi mana akkuratni bo'lib nima qilingan bo'ladi. Paketga joylangan bo'ladi. Endi dushimiz ichini ko'rib qo'yamiz. Mana dushimiz ichi anaqa demak, nержавейка staldan bo'ladi. 304-markadagi. Narximiz buni shampanskiy zolota deb qo'yar ekan, shunaqa rangda. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, bunimiz demak 13 ming so'm, nariga 60 litrimiz, bu 11 ming so'mimiz. Endi bunimizni ochib ko'rsatib beramiz. Bunimiz ham xuddi shunaqa, ya'ni akkuratli holatda keladi. Mana ko'chalarga bunga qo'yib qo'yamiz. Bu to'kanchida hamma nimalari, zapchastlari. Mana dushimiz. Ko'rasizlar bo'ladi. Bu dushimiz narxi 11 ming so'm. Holati juda ham mana high-tech stilda deb qo'yadim. Hozirgi mana zamonaviy uylarda polistirollar bilan oppoq bo'lib chiroyli turadi. 11 ming so'm va 13 ming so'm dushlarimiz. Endi undan tashqari masalan bizda рассрочка so'rayapti, boshqa so'rayapti. To'g'risini aytganda bizda hozircha mana yangi оборотda pulimiz bo'lmaganligi sababli faqat naqd ishlashyapmiz. Endi vaqtlar davomida keyin bu variantlarni ko'rishligimiz ham mumkin, lekin hozircha faqat naqd pulga sotiladi. Adresimiz internetda, ya'ni Qorasuv internetida. Endi chekka joydan so'rayotganlarga O'sht Qorasuv bozori yonida. Demak, telefon nomerimiz opsiyada. Biz bilan bog'lanishga chiqinglar, xudo xolasa hammasini uyushtirib beramiz.